Jamshid sani detailing sohasida nomer 1 usta A'lo ukamizni oldiga olib keldim. Proyektdagi Matiz'ni xudo xolasa ishonib shu ukamizga topshiramiz. Tanish. Assalomu alaykum. A'lo. Aka yaxshimisiz? Barcha yaxshi, salomatmisiz? Inshaalloh aka biz detailing sohasida anchadan beri ishlaymiz. To'g'rirog'i detailingchilar bilan ishlaymiz. Tayyorlovka, sonzashda, polirovka pastalari hammasini o'zimiz yetkazib beramiz, tarqatamiz. Endi bu bizning o'zimizdan birinchi joy. Xudo xolasa yaxshi sinonayotgan bitta usta bilan ishlaymiz. Mashinalarni xudo xolasa ko'zga yoqadigan, odamlarga juda ham manzur keladigan qilib, xudo xolasa proyekt chiroyli davom ettirishga yordamlashamiz. Mashinalarni xudo xolasa kutamiz. Ishlarimiz bilan tanishsanglar bo'ladi hozir. Okaman bitta ko'rib, xalqqa yaxshi narsani tavsiya qilaman deganlar. O'sha ish jarayonini ko'rmoqchilar. Eng yaxshisi, eng zo'ri xudo xolasa Sizni podpischalaringizga. Qachon Matiz bitadi? Shundan gapir. xudo xolasa keyingi haftaligi kraskadan chiqadi. Bo'ldi. Matizni bitirib, siz oldingizga olib kelsak, shunda tonirovka bilan sonsizlashni qilib berasiz, to'g'rimi? Ha, albatta aka, xudo xolasa. Muammosiz kelsangiz chiroyli qilib. Qanchada bitadi shunda? Bizaniki aka 3-4 soat vaqtingizni oladi, uzog'i. Cho'tki qilib, idealni qilib beramiz. Bo'ldi, kelishdik. Joningiz sog' bo'lsin aka.